yaptı dedi. Ya'ni yuzidan kechqurun kelganligidan norozi bo'layotganligi ko'rinib turgan edi. Abdulloh ibn Ravoha payg'ambarimiz oldiga kelib turganida Rasululloh nima bo'ldi? Nima gap ibn Ravoha dedilar. Abdulloh ibn Ravoha kechqurun bo'lgan ishni aytib berdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "La tatruqun nisaa laylan." Ya'ni safarda bo'ladigan bo'lsanglar, ayollaringizning oldiga tunda kirmanglar dedilar. Rasululloh tunab qoldilar tashqarida. Kim qolgan bo'lsa yutdi. Abdulloh ibn Ravoha payg'ambarimizning sunnatiga xilof qilib, Rasulullohdan ruxsat so'ramasdan ketib qoluvdi, uyiga borib, sal qolsa birovni bekardan qatl qilib qo'ygan bo'lar edi. Birodarlar, bunga o'xshagan misol musulmonlarning qo'shini Haybardan qaytayotganda ham sodir bo'lgan edi. Qo'shin tunda Jurfga yaqin kelganida Madina yaqin joyga